Van Hong Xiaoxiaopali, Naqshi Firoza, Van Hong şu madaniyat danli er-xotinlar özlerining şu Sanwu Champion satqanlıq to'g'riliq özlerining xatoligini tunib, shuning bilan birlikda shu iste'molchilardan kechirim so'rab film ishildi. Avval bularning filmidan azroq bir ko'rib yetinglar, ondan ularni bir-birlab tahlil qilib beraman. Bugungi bu filmni bek muhim, shunlashqa yurak bilan tavsiyani besib tarqitib dersizlar. Bugun men Anvar Serikning filmlarini ko'rganda yoqi, o'zimniki cho'ng bo'lgan, zo'r bo'lgan xatoliklarni qaytadan tunib, mush filmni ishlab o'tiribman. Albatta bu mening mas'uliyatim ham majburiyatim deb o'yladim. Anvar haqiqatan o'zimga bir dars o'tdi. Pari, men gapimni tushuning. Siz mening dushmanim emas. Siz bilan qiyirishliq ish yo'q. Miyada siz xatolik qildingiz. Siz Sanwu Champion degan narsani sotdingiz. Sanwu Champion degan narsa egisi yo'q. İşlab chiqargan o'rni yo'q, zavod adresi yo'q, tarkiblari aniq yozilmagan mushunda narsani sotganliging sizning xato. Bu yerdagi dars xizmatdagi bexastalik. Har qanday ishga sal qarash, hamma odamni o'zimga o'xshashlar mushunda qiladi, odam xayli qilmaydi deb o'ylab kelman. Bu tor dunyosida dayxo qilayotgan xonimlar 20%, 30% orib bersa, mas'uliyat yaxshi bo'lsa, o'zimiz yaxshi ko'rsak, o'zimizga yarsalar, biz ashunday filmlarni tatib ketganmiz. Bu 100% xato ekan. Biz avval molni akilib turib, uni surishtirib turib, uning zavod adresi, uning barliq ishlab chiqarishi, bu odam badaniga ziyonliqmi, foydaliqmi shuni ko'rgandan keyin biz andan keyin qo'rqmay turib setishimiz kerak ekan. Menga yoqdi-ku, yepiraychu, ichpiraychu emas, men yesam bo'lamdi, bo'lmamdi deganni tigitakdan surishtirib qolaylik. Hozir jamiyatning taraqqiyotiga ergishib, soxtapazliklar bekchiq bo'lganlik sababli biror ish ko'z ko'rga yiliqidek kinishkilarni, yiliqidek moshundaq isbotlarni yasab bergil bo'ldi ekan. Endi ish qilmoqchi bo'layotgan savdogarlar, mol chiqarishdan burun bizning hissiyotimizni o'ylab qo'yinglar. Sizlar bizni aldisanglar, biz xushmay xalqni aldab qoladi ekanmizkan. Men buni degan diqqat qilayman. Men buni degan tor dunyosi bilan amaliy turmushni diqqat qilib turib sizlarga noiti yaxshi gaplarni qilay. Bu jihatimni sizlardan uzr aytaman. Adam shu munosabat bilan endi Anvarga rahmat aytaman. Buni deganki, shu turmushda jamiyatdagi soxtapazliklarni, yolg'onchiliklarni fosh qilish Kan Anvarning mas'uliyati emas, bu mening mas'uliyatim deb qarayman. Buni degan bir nima sasam qarab sataman. Kishilik munosabatga diqqat qilib turib aralashman. Onundan başqa, shu tordagi yolg'onchilik, yolg'on bichar bo'lgan, yolg'on boy bo'lgan, yolg'on birmi bo'lgan deganlarga men tangdan qarshi turib, boshqadaklar bo'lsa boshqa qilaman. Onun Sanwu Champion bo'lganligini men rost uqmaydi ekanman. Shuningga Anvar akamning bu dopingsi meni qutqizib qolgan. Rahmat Anvar aka, bu dopingingiz mana xalq ommasini emas, bizdek mal setayotganlarning xatolasaq bo'lmaydiganligini bir dars qilib tunutqash, yani qo'g'dab qoldi. Bizning davlatimiz intayin qudratli bo'lg'achqa nurg'un davlatlarga shu shanjinglarni anadan kelmishdan narsani yasab berdi. Endi yasab bergandan keyin shundaq bizningki biz xizmatda mana mendek odamlar shundaq bir xizmat xatolashib qolib qolsa, shu Jungoning o'zining ichida Yuda, Guangzhouda bu narsalarni ishlab chiqarib, Dubayning Turkiyaning deb setayotgan xaridorlar, animo tijoratchilarmi bor ekan. Üçüncü savol, sizlar sotgan mahsulotlar Sanwu Champion. Cevap to'g'ri ashta. Biz satgan atirimiz Sanwu Champion. Sanwu Champion degan shu zavod ustiga yozilmagan, vaqt ustiga yozilmagan qatorliq Sanwu deganni Sanwu Champion deydi. Bu Sanwu Championligimizni Anvar bizga texim aniq uqtirib qo'ydi. Ham bizga bildirib qo'ydi. To'g'ri, bizga bir dars oldi. Anvarning bu yerda demoqchi o'g'ini hargizmi sizlarningki adamiyliklar andaq-mundaq deb bizni xaplab yap bizga to'yshir qildi, to'yrin qilmadi ya. Bizga bir narsa demoqchi emas, balki sizlarning qilayotgan ishinglar xato, sizlarning chiqargan mush narsalarda chuqur bir tizimli bo'lish kerak. Endi sizlar qo'l qilinglar deb bizga mushni tushuntirib o'tdi. Biz hem bunu qabul qildik, hem buningkin chuqur o'zgartimiz, to'g'ri. Hamda mush kasbning hammalarning diqqat qilishini umid qilamiz. Sanwu Champion hamimiz yiroq turdi. To'g'ri bo'lgan asosda, to'g'ri bo'lgan usulda yaxshi narsalarni chiqarib, xalqqa tutuladi. Men bularni to'g'ri so'zlashdan burun ularga ayrim gap qilib sizlarning bundaq bir xatolik bor ekan deb paranglashib baxmadim. Bevositala to'g'ri chiqib so'zildim, chunki bu ishlar to'g'ri bo'layotgan bo'lg'achqa, barliq to'g'ridoshlar bu ishlarni bilish kerak deb o'yladim. Yana bir jihatdan men bularga sizlarning bundaq bir xatoliklar bor ekan, buni to'g'ri chiqib so'zlayman jumu deb qo'ysam, xuddi ulardan bir narsa talab qilayotgandek, bulardan pul olaman deyotgandek bir ta'sirini berib qo'yaman. Men bu 4 odam to'g'riliq so'zlash orqali barliq to'g'ridoshlarga 5 xil bo'lgan muhim ishni bildirib qo'ydim. Birinchisi, to'g'rida shu rasmiyati bo'lmagan Sanwu Championlarni sotmaslikni bildirdim. Chunki bularning kelish manbasi aniq emas, vaqti yo'q, kimning ishlaydiganligini belgili bo'lmaydi. Bularning ichida ko'plari asosan saxtamal bo'ladi. Agar mushundaq mahsulotlarni biz iste'mol qilgandan keyin kasal bo'lib qolsak, og'rib qolsak, biroz ziyon chiqqan vaqtida bu mahsulotning egisini topqili bo'lmaydi. Ikkinchisi, shu mahsulot sotgan vaqtimizda ko'p turum tashviqot qilmasligimiz, shu sanoatga ishlatilgan ba'zi bir narsalarni atirdan o'xshash holatda badanimizga bevosita surkab ishlatmaslikni da'vat etaman. Uchinchidan, chet eldan bevosita o'zimiz yoki qonunsiz rasmiy bo'lmagan atkas shaklda mal elib kelib, diyorimizda, bizning davlatimizda sotmaslik, shunday qilishning bir jinoyat ekanligini bildirib qo'ydim. To'rtinchidan, chet eldan mallarni qonuniy holda akirgili bo'ladi, lekin buning uchun 7 xildek rasmiyat, yana 3-4 xildek boj to'lash kerak.
Hatta 100 yuanlik bir narsani akirish uchun buningga to'laydigan bosh mushu 100 yuandanmi ishib ketishi mumkin. 5-si, mayli cho'lpon bo'lsin yoki vanxunglar bo'lsin, cho'qim o'zlarini yaxshi ko'radigan, o'zlarini hurmat qiladigan shu iste'molchilarga haqiqiy bo'lgan mahsulotlarni ta'minlash, rost bilan yolg'onni ayirib berishni bildirdim. Bu to'taylan mening gaplarimni to'g'ri tushundi. Dastlabda mendan xafa bo'lgan bo'lsa, keyinidan mening to'g'ri qilganligimni o'zlarining bir yaxshi bir darsga uchirganligini deb berdi. Hamda iste'molchilardan samimiy kechirim so'rash bilan birlikda bundan keyin iste'molchilar uchun haqiqiy mulozimat qilamiz dedi. Mening hozirgi kuchim faqatla mushunchalik qilishga yetadi. Chunki men bir qonun ijro qiluvchi emas, boshqaga mening kuchim yetmaydi. Avval mushu Shawshopaliga kelsak, Shawshopali mening mushu Urumchidagi 20 o'tirib maktabda o'qiyotgandiki, savodishim, azaldan uning mijozi ashta kichik boladek mushunaq bir toq-toq gaplarni qilib yurdi. Uning xatoligi bo'lsa shu Mo'g'irxon Zarina nim degan bo'lsa shuningga ishinib ketgan. U hatto shu San Champion degan gapning nimaligini, qandoq mas'ul ekanligini bilmaydi ekan. Parining deyishicha shu chet eldan o'zlari mol ilib kelib, davlatimizga kelgandan keyin buni parchalab setishning atkas mol bo'lganligini, shundaqla qonunsiz ish bo'lganligini bilmaydi ekan. Pari shu tatlimdan pul elish orqali obraz vakili bo'lgandan keyin shu tatlimning oyoqlarini, shundaqla shu tatlimning shu atirlarini sotgan. Zarinadek tijoratchilar shu boshqalarni o'zlarining mahsulotiga obraz vakilligiga taklif qilgan vaqtida hargizmi o'zining shu mo'xirkidek bir kasbining borligini hargiz demaydi. O'zining qilayotgan ishlarida qonunsiz ish borligini deb qo'ysa, hech qanday bir odam bularga obraz vakili bo'lmaydi. Shunlashqa bu yerda Parimo dal shu Zarina mo'xirkish tarafidan ziyonkashlikka uchruvchilarning birisi deb atsak bo'ladi. Lekin bu yerda hargizmi Parini 100% oq holatda, pok holatda demaymiz. Shunlashqa u iste'molchilardan kechirim so'radi. Lekin men nomus qilmaydigan mo'xirkish Zarina o'zining shu Urumchidagi shu sho'rqilarga film ishlatib Pari uchun noyat ahanetlik bo'lgan filmlarni bugun ishlatdi. Yana ba'zi bir bankomatga yaxshimi, teshdimi? Bizdan olgan vaqtida biz bergan vaqtda qo'lingizga muqmi, ko'zingizga oy ham farishta ko'ringan. Eng bizning do'konning eshik tog'dan o'choq, bizning loban qechib, u dunyoga ketmadi. Yil hamma shu dunyoda desab turibdi. Uning deyishicha biz tatlim markasida atir chiqarib baxmadik. Faqatla mash portalga biz akirgan atirlarni qochilab, boshqalarga satdiq debdi. Bu tatlim setayotgan shu oyoqlarmi, shu ichkiri o'lkadagi o'xshitib yasalgan eng dippi holatdagi oyoqlarmi, u oyoqlarmi tatlimning hech qanday bir markasi yo'q-ku. Tayyor bo'lgan shu sifati eng nachar bo'lgan oyoqlarni ilib keliblar, shu Shinjon kelib tashviq qilib, undan buningga vakolat qabul qilib sotganlar qiziq bo'ldi-da. O'zining obraz vakili shundaqla 17 vakolatsini qo'g'diyolmagan, shundaqla bularni oldigan shu tatlimning lobansi Zarina dunyoning ma'lum bir tuşkida bormish. Firozami o'zining shu San Champion sotganligini e'tirof qilibdi. Mening deganimni to'g'ri debdi, ham iste'molchilardan kechirim so'rabdi. Har qanday bir ish bo'lsa men ustimga olaman debdi. Uning xatoligi bo'lsa shu ko'p turma tashviqotlarni bekor qilayotganligi. U filmida bu hurram atirlarini mush Urumchida muqim tijorat do'koni ochilganlar menga ta'minladi deb ashlarning mal olganlik bir axborot yozib qo'ygan talonni yo'llabdi. Lekin mushu do'kondagilarning qonunsiz mal shundaqla atkas mal akirib setishi bu bir xato ish. Agar bu do'kondagilar bizning sotganimiz atkas mal emas desa, bu do'kondagi mallarning hammasi shu Yivudan shu Dubayga olib berib setayotgan atirlar bo'lishi mumkin. Chunki shu Dubaydagi 70% dak shu Shangjinglarning hammasi bizning davlatimizdagi Yivudan ishlab chiqarilib, ondan shu yerga olib beriladi. Madaniyat danni Arxutullarmi o'zlarining sotgan narsaning San Championligini e'tirof qildi, shundaqla mening degan gaplarimning to'g'riligini deb berdi. Bu shu iste'molchilarga nisbatan o'zlarining bir samimiyatligini bildirganligi. Bularning xatoligi bo'lsa, o'zlari shu atkas mal shaklida o'zlari mal yo'tkab, o'zlari qochilib sotganligi. O'zlari filmning ichida mushunaq yo'tkash jarayonida tamojidan bizga 10 million jarimani qo'ydi degan gapni deb berdi. Yana kelib bu Shangjing degan narsa haqiqiy atir emas. Shunlashqa Shangjingni bevosita badanga ishlatmaymiz, buni yana pishiqlab ishlaymiz. Bularmi bundan keyin shu qonunlik rasmiyat bilan shu Shangjinglarni akirib, shu davlatimizdagi shu qonunlik rasmiyatini to'liq qilib beradigan zavodlarga berib, o'zlarining atirlarini ishlab chiqarmoqchi bo'libdi. Men azaldan to'g'ri so'zlagan vaqtimda bu odamlarga bevosita qartib so'zlab baxmadim, bo'layotgan ishlarni so'zlayapman. Men har qanday bir odamni tillab baxmadim, shundaqla har qanday bir odamning yana boshqa odamni tillashini yoqtirmayman. Bu to'taylarning mening gaplarimni ilik ilib, to'g'ri yo'lda mangimiz deganning o'zila menga nisbatan yetarli bo'lgan javob. Bularning javobidan rozi bo'lmagan to'rdoshlar bularni tillamanglar, ular bilan ayrim paranlasanglar bo'laveradi. Eng muhimi men shu mal setib olgan iste'molchilarning shu mal qaytarish ishlariga bir-birlab yordam qilib bo'lamayman. Mening qila oladiganim faqatlam shunday so'zlash orqali shu to'rdagi oldinib ketish oldin turganlarni to'sib bilishdi xolos. Har qanday bir odam o'zining xatoligini 100% holatda ommaning oldiga chiqib, to'rga chiqib hammalarga so'zlab berishi bektas ish. Shunlashqa bu to'taylanmi bundan keyingi turmush jarayonida barliq to'rdoshlarning nazoratini shundaqla yaxshi bo'lgan taklif fikrlarini qabul qiladi deb o'ylayman. Men so'zlamoqchi bo'lgan yana nurg'un donliq cho'lponlar, shundaqla nurg'unlagan donliq vanxunglar bor. Hammasi bu qitimki gulchoyni biz o'tkazib beraylik.